Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzu yer shari. Yer shari juda katta joy. Uni globusda ko'ramiz. Yerda suv va quruqliklar bor. Okeanlar juda katta suvlardir. Okeanlar ko'k rangda bo'ladi. Okeanlarda baliqlar yashaydi. Muzlar juda sovuq. Joylardir. Muzlar juda sovuq joylardir. Muz yerlarda muzlar juda ko'p. Muzliklar oq rangda bo'ladi. Orollar suv ichidagi quruq joylar. Atrofni suv o'rab turgan. Orollarda odamlar va hayvonlar yashaydi. Cho'llar quruq va issiq joylar. Cho'llarda qumlar ko'p bo'ladi va tuyalar yashaydi. Yer sharida